bu go'shtlarni chiqqanini ko'rmasanglar bo'lmaydi. Mol go'shtlarni, qiymalarni qaranglar, qo'y go'shtlarni chiqqanini, sifatligini. Bitta tirs etib like bosib qo'ysanglar, video davomida narxlarni ham aytib o'tib ketaman. Ko'rib turasizlar. Qo'y go'shtlarini qaranglar, mana chiqqanini bu yoqda tinuvligini, sonlarini qaranglar. Mana qiyma, bu yoqda yaqindan ko'rsanglar bo'ladi, karekalari, sarpanjalari, bo'ylariga borib. Endi o'zingizlar bahoni qo'yib qo'yasizlar-da, mana bu yoqda ketdi, mana shponderlari, mana okalar shponderlari qaranglar chiqqanini voy dod. Mana karekada lahmlar, sarpanjalar, qo'lson, oyoq. Narxlarga keladigan bo'lsak, lahmlar 163 mingdan, korsi, tashqi son, qo'lson, ichki son farqi yo'q. Bu yoqda sarpanjalarimiz mana. Bular 140 mingdan. Karekalarimiz kalta-kalta qilib qo'yganmiz 138 ming, to'liq o'rg'ilib. Ularni ham 138 ming hisoblaymiz mana. Dandanasi taraflari, shponderlar, qiymalarni ko'rsanglar bo'ladi. Qiyma 140 ming. Juma kuni ketsanglar, juma kuni skidka bo'ladi qiymaga. Har juma skidka bo'ladi. Bu yoqda mana qo'ylarni ko'rsanglar, qo'ylar ham 163 mingdan, mana kalekalar ham bezavishga, tagida harf narsalar qo'yilmagan, bo'lsa o'zini go'shti bo'ladi. To'g'ri, qo'y go'shtlarimiz 163 mingdan bo'lyapti. Asosiysi o'zimizda so'yilgan mesniy go'shtlar hammasi. Kelsanglar, mevzor go'shti chiroyli qilib qolgan.